Endi eng ichinishlik masala şu Xitoyninki konsulxonasininki e'lon qilgan bu shu da'vatiyam chaqiriqdimi? Ostida bu Xitoy konsulxonalar birlashgan bir qancha jamiyat va 3 jamiyatninki mayli o ish kadınlar mesela ayollar, ayol tijoratchilar jamiyati olsun ve yillardan buyon Uyg'urlar tarafidan qarg'ishga uchrab kelayotgan bu Uyg'ur ish odamlari, sanoatchilar jamiyati olsun. Bular bamdi. Bu numussizlarning hamda har doim Xitoy bilan birlikda bu tajovuzchilar bilan birlikda harakat qilayotganligini bilamiz. Bu albatta Uyg'urlarning yuziga haqiqatan ichinishlik bir maslamdi bu manqurtlarninki bu şekilde tajovuzchilar bilan birlikda harakat qilishi. Hamda ishning bir tarafi bu, ikinci bir tarafı o'nlagan tashkilotlar bor. Sizcha shunda bir faoliyatninki bizning bo'sug'imizda o'tkazilishiga o'nlagan tashkilotlar cho'ng ko'lamlik namoyishlarni o'rinlashtirib, shunda bir numussiz harakatning hatto bu yig'inning echilishini to'sib qilishga tashkilotlar asli kuchli bir harakat qilgan bo'lsa, qig'ili tamoman bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Masalan, sizcha tashkilotlar bu yerda bir xil susluq varmı ya ki bunu bek muhim deb qaramadimi? Siz qanaqa qaraysiz bu masalaga yani? Bence teşkilatlarda bir acizlik var deb görürüm. Bu acizlik yalnızla iktisadı, insan gücü bu emas. Şundaqla ma'u xalqaranın vaziyeti geçip Türkiye'de mi şundaq Şarq Türkistan meselesiga sal qaraydigan adamlar ve bu Arap dünyasıga yoki Filistinlarga ko'proq ahamiyat beradigan adamlarning soni ko'paydi Turkiyada. Xo'sh. Shunga Türkiye'deki teşkilatlar abaqa degan acizlik bilan birlikda Türkiye'nin şu cemaatini, teşkilatlarını hareketga salamaganligini, ularni ta'sir qilamaganligini mı ko'rsatdi bu yerda. Bu siyaset degandan ayda qiyin bir narsa, bir san'at hamda bu. Bu san'atni usta adamlar qilish kerak. Usta bo'lmagan adamlar bu san'atni ib boramaydi hamda. Shunga bu burunqidek, misolga 2022dan avvalgidek o'xshash bu tashkilotlar kuchlanish lozim. Hem sosyal medyada hem de uçuk medyada bizning ta'sir kuchini yaratish lozim. Hem Türkiye'de Şarq Türkistanlıqlarga istarchilik bildirayotganlarni tashkil qilish lozim. Hem de hükümet bilan bo'lgan munosabatni, meclis bilan bo'lgan munosabatlarni ve başka dernek ve vakıflar bilan bo'lgan munosabatlarni kuchlantirishga to'g'ri keldi. Çünkü Xitoy burungi qaragan chog'da abaqa degan ma'vu konjonktürel atmosfer bu Uygurlarga, Şarq Türkistanlılarga biraz menfi bir ahval yaratılıp kaldı. Xitoy bundan faydalanmadı. Ve Xitoy şundaqla nurgun Türklerini apırıp, ularga bu teşvikatını kılıp, qo'lga tutqizib qo'ygan teşvikatını ilip Türkiye'de teşvik qilishga tirishibdi. Bular gazetlerde, sosyal medyada, hatta videoda YouTube'da bular yayın kılıvadıdı, yani ilan kılıvadıdı. Muşnun karda misalga şu bahalaş deyilgan yerler buldu o. Eşerlerde hiç olmasa eşerlerde tenkidi nime sözlerine düşergen oylagan sözlerine yazıp hatta Türkiye'liklerine bunu teşkil kılmak lazım. Yani eğer de Türkiye'de hem sosyal medyada hem uçuk medyada, cemiyette eğer de şunday bir hücumga uçursa Xitoy bunchilik kuchlanib ketmaydi. Bunchilik bo'lib ketamaydi. Burunqidek tatinidir. Ama şunday bir acizlik hem vaziyat hem teşkilatning o'zining acizligidan shunday bir ahvol yaratilyapti. Yani bu ahvalga sel qarmaslik lazım. Xitoy bir so'zlab o'tib ketdi demaslik lazım. Çünkü bunlar bir qadam. Qadamga qo'shib qadam bo'lsa, yani tamla ko'l bo'ladi deydi o suvni. Shunga o'xshash qadam kelyapti. Shunga bu hozirdan boshlab bunga jiddiy qarash va her Xitoyninki faoliyatlariga qarshi bir tadbirlarni ve planlarni, taktiklarni taraqqiy qildirish lazım deb o'ylayman. Hakikaten doğru dediniz doktor yani.
Bence hakikaten bu bizning işimizden çıkan bu mankurtlaşıp ketken numussuzlama aslında muş faaliyet mesela 2 yerimde ötküzülgen bolsa 12'de u yerda yüzlegen, minglagan Uygurlar yig'ilgan bolsa bayroqlarini ko'tarib, vicdanı hamma narsasini satgan Uygurlarmı yig'in maydoniga kelolmaydi-da. Onda bir çünkü cemiyetdagi bir insanlarning u yerga yig'ilgan bir demiştim bu azroq olsun numus qildi hamda yig'in maydoniga kelishi. Yig'inni o'tkazolmaydi. Ham bunda 3 Uyg'ur bu yerda hujumga uchrayolmaydi. Çünkü teshida yuzlagan inson chiqqan bo'lsa, bu yerda Xitoy ancha-muncha ensiraydi bundan da bir cho'chitadi Xitoy. Şundak. Bu 3 Uyg'ur unda bir hujumga uchramagan bo'ladi. Mencha yolg'iz qoldirildi bular yani. Hakikaten bu teşkilatlar ciddi bazı meselelerni o'yg'onmasa bu meselelerni kuchlik bir harakat qilish, shunda bir chaqiriq chiqib bo'lguncha buning oldini oladigan harakatlarni qilish nuqtasidan menimcha jiddiy o'ylanish kerak bir harakat plani tuzish kerak deb qarayman.